Tak, hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Muhammad Mirzo. Bugungi videoyimizda biza mana shu ko'rib turganlaringdek qo'limdagi narsalar bilan, mana shu narsalar bilan 10 kun yashab ko'rishga harakat qilamiz. Nimadir juda ham zo'r aslahalar ekan. Mana bu nima o'rtoqlar? Yo'q, bu yerdan qochirganmiz. Chunki bu yerda creeper. Tak, shu aslahalar bilan, короче, 10 kun yashab qolamiz. Yasha olamizmi yo'qmi bilmayman. Davomida boshlovdik. Bu yerda creeper yo'qmi? Ha, yo'q. Endi esa shu yerdagi narsalarni olamiz. Ana yerda bir ko'rdim, yangi shu mod bilan qo'shilib kelgan ruda edi. Xo'p, ololmadim chunki creeper chiqib qoldi. Давайте bola olib turmasdan qilmayman chunki men shu короче olaman xullas. Creeper yo'q vallahi cho'ta. O mana. Voy, o'rtoqlar bitta o'ldirib voy, yana bir ruda. Hop, okey. Yoqib yuborar ekan bu o'rtoqlar. Yoqib yuborar ekan bu o'rtoqlar. Tak, endi odamiz. Tak, hozir bir narsani to'g'rilab olay. Aha, endi yaxshi menimcha. Mana shu rudani ham olaman, yangi rudani ham. Hozir menda birinchi kun. Bunday qilib zombilarni tatishga ishlayman. Ammo lekin menda jon yetadi. Bu yana bir yangi ruda, adashmasam bilmayman. Qanday ruda kelganini bilmayman. Xo'p, bu bir qism bo'ladi. 10 kun yashash, bu qismda 10 kun yashayman, keyingi qismlari ham bo'ladi, xudo xolasa. Tak, hozir menga ovqat qilish kerak, shuning uchun o'lishaman. Bitta o'lar ekan o'rtoqlar, bittada o'ldi. Aha, bizga qo'yiladi, chunki karavat edi. Xo'p, bir dona berar ekan xolos. Yaxshiligi. Dona bersa ham beradi. Menga ham kerak javob qidiryapman. Yo-mayo. Hop, qayerda bor? Hey, qo'ylar, qayerdasizlar? Ana yerda bitta qo'y ko'rgandek bo'ldim. Bas ekan bu ekan. Hozir qornim juda tez ochar ekan. Ovqat ham pishirmayapman. Hozir tak. Lekin baba juda ham tez ko'ryapman, chunki yana shu kiyimni kiygandan o'zini tez berar ekan. Tak, endi biza versaklar yasaylik, давайте. Bo'ldi shu. Menimcha hozir o'lib ketamiz agar narsa yasasak. Agar sezgan bo'lsalaringiz o'rtoqlar, mana bu yerda ikkita ko'paytirib berdi jonimni. Bu degani juda ham yaxshilik. Menga tosh kerak, tosh qilib turaman. Juda ham tez qazilgan, kreativ deb yurganimdek ekan. Tak, menga uy kerak bo'ladi, shuning uchun narsalarni olaman. Yo-mayo. Bir nechta yo-mayo, yanami? Menimcha tepaga chiqadigan vaqt keldi. Shu bilan chiqib olaman. O'ta qol endi. Yo'q, men tiqilib qoldim. O'tirmayapman. Shu yerda sevinaman narsalarimni tak. Hop.
Bunday qilaman, tek. Aha. Короче, o'rtalar ko'ryapsizlarmi? Filmni ko'ryapsizlarmi? Hop, hop, mana ko'ringlar o'zlaring. Hop, endi narsa nima qilamiz? Tak, bizga verstakimizni yasaymiz. Birinchi o'rinda menga peshka kerak. Ketib qolyapman. Hop, bu emas, nima qilaman? Bu narsa qiziqmikan? Yo'q, qizmas ekan. Mana shu ro'zalar bilan nima qilish mumkin? Davay ko'ramiz. Hop, mana. Aha. Yo'q-mayo, bunaqa yasasak bo'lar ekan. Yasak ko'ramiz, davay. Hop, mening ovqatim ham pishdi, bunisini ham pishiramiz. Menimcha qizdirsa ham bo'ladi bu ro'zalarni, adashmasam. Bo'lmas ekan. Nega buning joni ketib qoldi hozir? Yetadimi? Menga o'zlashim shunday. Voy, xunik. Mana shu uzun chiroyli. Endi narsalarni olib bu yerdan chiqamiz. Tashqariga suv bilan chiqib ketamiz. Ketdik. To'g'rilik, bizda tushyapti, lekin bizda hozircha krovat yo'q. Lekin nimancha yer ostida yoki zombilar bilan urushib o'tkazamiz. Salom. Bu yerda ovqat zarar qilmaydi. Tak. O, mana bu yerda bir qo'y topdim. Bu ikkita qo'y topdim. Lekin bizga hozirda kerak bo'ladi. Va ip ham yonimizda bor ekan, yaxshi. Uchta olamiz va ipni ha. Shunday qilamiz va pullarni bo'yaymiz. Yo'q, juda xunuk rang chiqadi-ku. Men unday deb o'ylamaysizlar deganimda qadaman, umiddaman. Menda emas, endi ayb. Gullarda ayb. Gullar shunaqa rang chiqdi o'zi. Men unaqa emasman. Lekin uxlaymiz. Sindiramiz, buni ham. Bizda hozir endi birinchi kun o'tdi, hozir ikkinchi kunimiz. Tak, endi ikkinchi kundan ovqat yig'ishni boshlaymiz. Uyga o'rtalar mana bu yerda nechta qo'yilib ketgan. Hali anaqa o'xsharkan, hali bir Minecraft reklamasi bor-ku. Ay, mana bu yer. What the heck, Minecraft nima bo'lyapti senga? Mana bu yerni qaranglar. Mana bu yerni qaranglar. Hop, hozir emas, keyinroq pastga tushamiz. Menimcha men omadli dunyoga kirganman yoki mod shunday. O'zi ko'p temirlar ham topdim. Hop. Nechta qo'yilibdi bu yerda? Qizil, voy, yana qizil rang-ku. Nima qilib qizil rang bo'ldi? Hop, qizil rang unday emas. Qani? Davay, endi qizil rang qilib, menga qizil kerak, qizil rang. Aha, endi qizil qilib oldim, bo'ldi. Kerak emas, bu ham kerak emas. Endi Bismillahirrohmanirrohim deb g'orga tushamiz, bir nechta rudalar yig'ib chiqamiz. Pastroqqa biroz tushsak, mana bu rudani topib oldim. O'rtalar animatsion ko'rdilar, ovozni ko'rdilaring, vashi bo'lar ekan. Ana bu yerda ham xuddi shunday nima turibdi, lekin faqat bu yerda bo'lmaydi. Hey, qallaysan. Ha, o'ldi. Tak, bu yerga yurgan. Voy, ovoz menga juda ham yoqdi. Ana bu yerda ko'krudani ham olamiz. Hop, olga boraylik.
Yo-mayo. Hozir biliyoruz, meni zombilar o'ldirib yuborishmasa bo'ldi. Narigi tomonda qizil ruda ham bor ekan. Lekin u yerda creeper ham turibdi. Voy, yalmog'iz kampir. Yo'q qilmadim. Voy. Nima bo'lyapti? Juda ko'p anaqaligi uchun menda biroz qatyapti. E'tibor bermasligim uchun. Xo'p, virtualdan tepaga chiqish kerak menimcha. Davay tepaga chiqib yuramiz. Yo'q, men yana pastga tushib ketdim. Endi bloklardan chiqdim. Yaxshi chiqib oldim. Endi nima qilamiz? Albatta daraxtga chopamiz, chunki qilamiz. Ochiqlik ham topish kerak, menga ochiqlik kerak. Yaxshi, hozircha. Tak, o'rtalar, men sizlarga juda ham zo'r xabarim bor. Agar men bilan birgalikda video olmoqchi bo'lsangiz, menga Telegram kanalimga yozinglar, lichkamga. Men sizlarga javob beraman. Agarda men bilan birga video olmoqchi bo'lsangiz, meni lichkamga yozinglar. Tak, agarda siz men siz bilan video olaman desangiz, men sizlarga bir nechta narsalarni aytaman. Keyin siz bilan video olaman. Albatta Discorddan gaplashib, bu qilib nima qilamiz? Davay ketdik. Bo'ladi. Endi ochiqlik joy topamiz. Bu yerda katta qor bor ekan, hozir kerak bizga. Bizga ochiqlik kerak, katta ochiqlik topamiz. Bizdagi famaslilaring uchun musiqa qo'yib qo'yganman. E'tibor bergan bo'lsalaring kerak. Hop, ketdik. Qanday bir o'zimizni ko'ryapti, davay yugurib ko'ring. Va juda ham chotki yugurayapman. Mana shu tomonlarda bo'lsa kerak, menimcha adashmasam. Topdim, lekin juda ham qornim ochib ketdi o'rtoqlar. Shu yerda menimcha mana shu narsalarimizni qo'yamiz va tikka yuguramiz. Tak. Menimcha uxlayveramiz endi. Xo'p, tushdi, uxladik. Xo'p, bizlarda hozir endi 3-kun ovqatni yeb olamiz. Menda daraxt yetarliga o'xshamadi, shuning uchun yana biroz qo'llayman. Menimcha endi yetib qoladi. Xo'p, bu yerni ochamiz, shu yerdan qurishni boshlaymiz. Bu yerlarni ochish kerak emas, bu yerdan ochish kerak ekan. Yaxshi. Bir video olgandagi joyga o'xsharkanmi o'rtoqlar? Agarda shu yerga o'xshasa, aytib qo'yinglar. Mana bu yerda anavi o'rmon tomon bo'lgan edi. Menimcha shu o'xshar ekan, juda ham o'xshar ekan. Xo'p, agarda shu menimcha o'sha yer. O'rtoqlar, agarda o'xshasa, kommentga yozib qo'yinglar. Xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Men o'zim ham qarab ko'raman videoda. Keyin davayt endi uyda quramiz.
Hop, 3'te bo'lganmish. Aha, deymiz. Hop, bu yerdan baqsak, bu yerga oyna ochaman. Va 1 2 3 4 5 6. 5 blok joy va 6. 3 3 bo'ladi 5. Aha, yaxshi hozir. Iltimos bu yerdan qoch. Aha, endi hop 1 2 3 4. Bu yerdan qo'yamiz. Aha. Yo'q, anda xunuk bo'lib qoldi. To'g'ri, endi yig'am 1 3. Endi mana chiroyli bo'ldi. Xo'p, narsalarni sanduqqa yasa, sanduqqa solib qo'ysak. Tak, sanduq yasaymiz. Qani bizga bizda daraxt blok qolmayapti. Orqamdan creeper kelib qolmasa ne bo'ldi? No, hozir solib bo'lyapman. Bu kerak emas. Endi nima qilaman? Uyimning andiqasini qurib bo'lgach, xo'p, ana uy shu ko'rinishini daraxtdan qursammikan yo toshdan? Menimcha daraxt bo'laveradi. Davaydi daraxt bilan quramiz. Yetmay qolsa yana olib kelamiz. Yo'q, menimcha bu yerdan kirishni chiroyli bo'lib turadi, kirish qilsam. Endi bunday qilsak, shu yerdan o'ziga ham oyna qo'ysak bo'laveradi. Bu yerga oyna qo'ymayman, chunki bu yer yotoqxona bo'ladi. Xo'p. Bunday qilamiz. Yo'q, buni men qurmadim. Bizda daraxtlar, bloklar tugab qoldi. Endi shu yerdan sindiramiz. Menimcha yetib qoladi. Bu yerga ham ana qo'ysam bo'ladi. Ana nima edi? Oyna qo'ysam bo'ladi. Bularni men qo'ymadim. Tak, menda hozir adashmasam 3 kun edi. 5 kun yashar ekanmiz, o'tib mumkin emas ekan. Voy, yana blok yetmay qoldi. Chunki men montaj qilishim ham kerak. Shuning uchun 5 kun yashar ekanmiz. Iltimos, qoch, yo'q dedim. Keraksan. Aha, yaxshi, endi bu yerdan shunday qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Menimcha ust qismini yopib qo'yaman kerakroq. Endi narsalarni ichkariga olib kirishdan oldin yer qismini to'g'rilasak. Mana shu blok kerak bo'ladimi yoki tosh bilan shu blokni aralashtiramiz. Menimcha yaxshi kombinatsiya bo'ladi. Endi bu yerlarni
Nega bu yerlar bo'lib ketyapti? Nima bu yer ham bo'lib ketdi, hali nima bu yer ham bo'lib ketdi. Shunday yo'q. Tak, endi bularni qo'yib chiqolgunimcha videoni biroz to'xtatib turamiz. Uyushqoq qo'lim, negadir uyushqoq qo'lim. Voy qo'lim. Manimcha mana bu yerga yetib qolganini sizlar ham ko'ryapsizlar. No, yaxshi chiqdimi? Adashmasam yaxshi chiqyapti. Qaranglar o'rtalar. Chiroyli chiqyapti. Endi bu yerga hozir qisqartiramiz chunki yetmadi. Manimcha endi yetib qoladi. Ha, yetadi. Tak, bu yerga boramiz. Bu lekin juda ko'rimsiz bo'lib bo'ladi, chunki mana bu blok menda qolmagan. Topishni topish uchun g'or topish kerak. Agarda topib chiqish ehtimoli juda ham kam. Endi nima qilamiz? Albatta uni yasaymiz. Davayt ana bu yerda qumlar bor. Endi shular ham yetadi, chunki onalarim kerak. Yo'q. Bu yerda qolamiz. Yo'q, nimaga bunday qildim? Menga kerak ovqat kerak emas. Hozir kerak emas. Lekin uyat uxlash kerak, chunki kechqurun monsterlar paydo bo'ladi. Hop, yaxshi. Bitta onamiz tayyor. Uxlaymiz endi. Bizda hozir 4-kun, o'rtalar bir kundan so'ng uyimiz ham bitadi. Video ham tugab qoladi. Yaxshi. Hop, ana bu narsaga nechta kerak edi? Bunday oynadan men qo'ymayman. Olti. What the heck? Ana shu oynadan qo'yib qo'yar ekanman, mayli. Majburman. No, menimcha chiroyli bo'l, chotki. Mana shu yerda buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'yayman. Chotki mana. Endi narsalarimni olaman va ana shu yerga ko'chib o'taman. Hozir men son bo'ldim, biroq hamma narsa chochilib ketadi, qarang. Yo'q, yo'l oldik. Bu yerga hozir eshik qo'yaman va bu yerning o'rtasiga yotoqxona. Bu yerga yo'q, bu yerga qo'ymoqchi emasman. Mana menimcha chotki turibdi. Endi bizning sondiqimizni mana shu yerga qo'yaman, chunki bu yer burchak joyini menimcha shu yerda yaxshi tursa kerak. Xo'p, endi verstakni tak shu yerga qo'ysam. Bir nechta daraxt kerak ekan yana menga. Tak barierni qanday yasardim? Barelni shu xullas, короче, shu narsani qanday yasar edi? Tak, hozir ko'raman. Menga son do'qchimlar. Mana. Tak bizga mana shu narsa kerak bularga qani. Mana bu narsa. Chotki. Endi menda bir dona bariyer qanday? 2 dona aytadi. Davay endi 2 donani men chiroyli qilib qo'yaman. Bu yerga bunda bu verstakni joyini o'zgartiraman. Endi tomning qismini mana keyingi qismda qo'yarkanman. Tom qismini. Chunki hozir ulgurmayman.
Tak, menga eshik uchun yana bir narsa kerak. Tak, давайте endi ana shu eshikni qurib olsak. Qani? 3 ta beradi o'zi ham 3 ta. 3 tani nima qilaman men? Menga bir dona ham yetadi. Davay, endi yaxshi chotki menimcha, chotki. Agarda kriptoper kelib portlab ketmasa, bu uyimiz turaveradi. Dunyoni ham keyin o'chirib yubormasam, turaveradi. Chotki yo'q. Aha. Keyin tartibga keltirib qo'yaman. Xo'p, hozir bizlarda tun tushib nima bo'lishiga bir vaqt soniya bo'ldi. Shuning uchun go'shtlar daraxt sindiraymi ekan yoki tosh yoki ovqat. Menimcha ovqat izlab kelaman, davayt. Hozir meni Minecraft otib yubordi. Menda mana bunday narsa paydo bo'ldi. Nimaligini tushunmayapman. Hop, buni sizlar bilsalaring menga aytib berasizlar. Bitta ikki narsaga tushirdim. Hop, tezlik 2 berdi, jon qo'shib berdi. Ana u qilichi bilan menimcha olov qo'shib berdi deb o'ylayapman. Hozir menimcha tushunmadim. Endi yotib uxlaymiz. Tak, men yana turdim. Bizda 5-kun o'rtoqlar. Hammalaringga xayr bo'ladi endi. Sizlar bilan niqob gaming bo'ldi. To'rog'i Muhammad Mirzo. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr o'rtoqlar.